23. hadis. Yahya ibn Talha mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafot bulup, Ebu Bekir radhiyallahu anhu xalifa bolgandan keyin Ömer radhiyallahu anhu Talha radhiyallahu anhu'nun gam qaygı üçün ketkenligini görüp, "Nima boldun? Nimaga buncha qayg'urib o'ltirsan? Tağanın oğlu Ebu Bekir'nin xalifa bolgani üçün içiyotamdı" deb so'rgan edi. Talha undaq emas dedi va Ebu Bekirni ko'p maqtagandan keyin Ebu Bekir'nin xalifa bo'lishiga ichi eng içmaydigan kishi men bo'laman. Biroq men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu kişilikki men bir kelimini bilaman. Her qanday bir kishi o'ladigan chog'da u kelimini desa, Alloh uni gam qayg'udan xalos qiladi. Jasadi va ruhi u kelimaning xushbuqning nazardan turdi deganligini anglagan edim. Men o kelimani so'rab bo'lguncha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafot bo'lib ketdi dedi. Ömer radhiyallahu anhu o kelimini men bilaman dedi. Talha radhiyallahu anhu Alloh shukri undaqda dafaq o kelimini nima deb so'radi. Ömer radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tağısı Ebu Talib o'ldirgan chog'da uningga degan bir kelima bo'ladigan. O sen demoqchi bo'lgan kelimaning dal o'zi shu. Chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kelimadan foydaliroq boshqa bir kelimani bilgan bo'lsa edi, albatta tağısıga shu chog'da degan bo'lar edi dedi. Talha radhiyallahu anhu to'g'ri, undaqda o kelima dal shu ekan dedi. Razin rivoyat qilgan. 24. Osman ibn Affan radhiyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafot topganda sahabelerden bir qancha kishi qattiq qayg'urib ilishib qoldi. Men shularning biri edim. Shu chog'larda men bir sipilning soyasida tursam, Umar radhiyallahu anhu yanimda o'tib ketib, bana salam beribdi. Lekin men to'ymabman. Umar radhiyallahu anhu darhol Abu Bakr radhiyallahu anhuning yoniga borib, men Osmanning yanida o'tib ketib, uning salam bersam, u salam qaytardim debdi. Bu Abu Bakr radhiyallahu anhu xalifalik saylanib bo'lgan chog' edi. Ömer ve Ebu Bekir radhiyallahu anhu'lar benim yanıma kelip salam berdi. Ondan Ebu Bekir radhiyallahu anhu qarindişim Ömer yanımda ötüp ketib sana salam berse sen onun salamına cevap qaytarmabsan. Nima uchun shunday qilding dedi. Men unda qilmadim dedim. Ömer radhiyallahu anhu "Yo'q, shunday qilding ey Bani Umayya. Sizlar mushundoq mugamberlik qilsizlar" dedi. Men Allohning nomi bilan qasamki, men sening yanımda o'tganingni salam qilganingni ko'rmadim dedim. Ebu Bekir Osmanning degani rost. "Ey Osman, sen bu yerde birer iş bilen meşgul bo'layotgan deb so'radi. Men shunday dedim. Abu Bakr nima ish qilayotgan deb so'radi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafot bo'lishdan burun uningdan yerimizdagi nejotlik kalimasining nima ekanligini so'ramagan edim. Bayam shuni o'ylab cho'nqir xayol suvib ketibman dedim. Abu Bakr men o kalimani so'rab olgan edim dedi. Men o'rnimdan turib ota-onam san fido bo'lsin. O kalimani bayon qilishga sen bekmabsan dedim. Abu Bakr radhiyallahu anhu mundaq dedi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ey Rasulullah dinimizki nejotlik kalimasi nima deb so'ragan edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men tağam Ebu Talib'dan qabul qilishni talab qilgan, ammo tağam rad qilgan kelima nejotlik kalimasidir. Kimki o kelimani qabul qilgan nejot topgan bo'ladi dedi. Ya'ni la ilaha illalloh degan iymon kalimasini demoqchi. Ahmad 21 Al-Awsat va Bazzar. 25. Jarir radhiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah'a hech narsani sherik keltirmagan ham begunoh qon to'kilgan holda vafot bo'lgan har qanday kishi jannatning xohlagan ishiga kirdi. Ahmad 16888. 26. Rifa'a radhiyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga ketib Kedid yoki Qudayd degan yerga yetib kelganda aramizdan bir qancha kishi uylari qaytib ruxsat so'rab o'tirdi. Peygamber alayhissalom ularga ruxsat berdi. Ko'p o'tmay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'rnidan turib Allah'a hamd sana aytgandan keyin bir qism kishilar nima uchun Allohning Rasuli menga yo'lda mashni yoqtirmaydi degan edi. Hammamiz yig'lab ketdik. Biraylan ey Rasululloh, agar mushu so'zni anglab turib yana birasi sendan ruxsat so'rab qolsa, o kishi haqorat qilgan bo'ladi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Alloh hamd sana aytgandan keyin har qanday bir kishi chin qalbidan chiqarib Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir, Muhammad Allohning elchisidir deb guvohlik bersa, ondan to'g'ri yo'lda bo'lsa, to'g'ri yo'lda mustahkam turgan holda vafot topsa, men uningga Allohning dargohida guvohlik beraman. Alloh uni cho'qim jannatga kirgizdi. Alloh taolo men ummatimdan 70 ming kishini ulardan hisob olmay, azob qilmay duchor qilmay jannatga kirgizishga va'da qildi. Men ular jannatga kirib bo'lguncha sizlarning va xotinlaringlar, avlodlaringlar ichki yaxshi kishilarning jannatdan o'rin tutib bo'lishini tilayman dedi. Ahmad 15782 hadis. 27. İmran ibn Hüseyin radhiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Egisining Alloh ekanligini, mening Allohning aziz ekanligimni chin qalbidan tonigan kishini Alloh do'zax harom qildi." Bazzar al-Kabir. 28. İyaz Ansari radhiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "La ilaha illalloh, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q" degan bu kelima shunday ulug' kelima bo'lib, Allohning dargohida alohida o'rin tutadi. Bu kelimani chin qalbidan aytgan kishini Alloh jannatga kirgizdi. Ammo saqlik qilib og'zining usuli deb qo'ygan kishi uning bilan bu dunyoda jini va meni